Men Majduddin Muhammad ibn Mahmud ibn Husayn Ustrushani hijriy 577-yili ilm va ma'rifat maskani bo'lmish Ustrashana zaminida ziyolilar oilasida dunyoga keldim. Bobom Husayn ibn Ahmad Ustrashani hijriy 6-asrda Ustrashanada yashab o'tgan buyuk faqihlardan biri bo'lib, nafaqat ilmu ma'rifat bilan mashg'ul bo'lgan, balki shu diyorda fiqh ilmlarining ravnaqiga munosib hissa qo'shgan arbob edilar. U zot faqihlar sulolasining asoschisi sifatida yetuk shogirdlar tarbiyalagan va ilmning chiroqlarini yoqqan edilar. Bobomning 2 farzandi ham ilm yo'lidan bordi. Padar buzrukvorim faqih Mahmud ibn Husayn Ustrashanidir. Ular ham o'z navbatida ilm nurini avlodlarga yetkazdilar. Men ilm majlislarini go'dakligimdanoq ko'zim bilan ko'rib, qalbim bilan his qilib ulg'aydim. Mening g'oyaviy ustozim Muhammad ibn Yusuf Husayni Samarqandiydir. Biz oilaviy ravishda hijriy 606-yili Samarqandga ko'chib o'tdik va ana shu muqaddas shaharda muqim bo'lib qoldik. Ilmga chanqoq qalbim bilan Ustrashanada olgan saboqlarimni Samarqandda davom ettirdim. Buyuk shayx Burxoniddin Marg'inoniyning xonadonlarida dars oldim. Ustozimning 4 farzandi, barchasi fiqh ilmida zabardast allomalar edi. Mening yoshlik yillarim Qoraxoniylar hukmronligi davriga to'g'ri keldi. Bu zamonlar ilm va madaniyatning gavjum soati edi. Ammo baxtsizlik, taqdirning bir qorong'i sahifasi bizga 616-hijriy yil bahorida keldi. Samarqand zaminiga Chingizxon boshligidagi mo'g'ullar bostirib keldi. Men fiqh ilmining nodir manbalarini yaratgan buyuk mutafakkirman. Qalamimdan Kitob al-Fusul